qiyomat kunida payg'ambarning hadislari bor. Odamlarning ichida eng yaxshi inson kim bo'ladi? Odamlarga qaysidir yo'nalishda ko'proq foydasi tekkan ummatim eng zo'r ummatim bo'ladi deganlar. Batta faqat Qur'ondan dars beradigan qori ustozlar demaganlar hadisda. Yo faqat madrasada hadisdan, fiqhdan, e'tiqoddan, aqoid masalalardan dars beradigan faqat mudarris demaganlar. Anfa'uhum linnas, odamlarga foydasi tegadigan ummatim eng zo'ri deganlar. Mana shu yerda o'tirgan hunaringiz bilan, bilimingiz bilan, mashinangiz bilan, kuchingiz bilan shetdagi vodil ahliga foydangiz tegyaptimi? Oshna do'ppingizni yechib turib osmonga oting. Siz yaxshi ummatsiz siz. Zararingiz tegyaptimi? Tavba qiling. Siz yomon odamsiz. Hoji bo'lsangiz ham, shu tumanning qorisi bo'lsangiz ham, yo menga o'xshagan imomi bo'lsangiz ham, domlasi bo'lsangiz ham, kim bo'lsangiz ham zararimiz tegyaptimi? U yomon odam bo'ladi.